crime, jinoyat. Ingliz tilida har xil jinoyat turlari va nomlarini ko'rib chiqamiz. Birinchisi crime so'zini o'zi. Jinoyat degani criminal desa jinoyatchi degan ma'noni beradi. Misol gap: crime is a big problem in many cities. Ko'p shaharlarda jinoyat bu katta muammo. Keyingi misolimizda the criminal was caught by the police. Jinoyatchi politsiya tomonidan qo'lga olindi. Keyingi so'zimiz theft, o'g'rilik degani. Shu o'g'rilikni qiladigan odamda o'g'ri deymiz, ya'ni ingliz tilida thief deb nomlanadi. Thief. Hop, thief degani shunchaki kimdir narsasini olib bildirmasdan olib, ya'ni olib ketish o'sha narsani. Misol gap bersak, car theft is common in big cities. Katta shaharlarda mashina o'g'irlash bu keng tarqalgan narsa. Ya'ni misol uchun kechqurun uxlayotgan vaqtida mashinasini olib qochib ketish yoki ko'chada turganida mashinaning eshigini ochib minib qochib ketish. Kimdir telefoni bo'lishi mumkin, kimdir pulini ko'rsatmasdan, bildirmasdan olib qochib ketishi mumkin. Keyingi gapimiz aynan shu haqida. The thief ran away before anyone could catch him. Kimdir ushlab olishdan oldin o'g'ri qochib ketdi. Keyingi gapimiz, keyingi so'zimiz robbery, talonchilik. Va talonchi desa robber deb aytamiz. Robber o'sha ishni qiluvchi. Theft bilan nima farqi bor robberyni? Robberyda ko'proq pistolet tirab yoki pichoq tirab, kerak bo'lsa jarohat berib narsani olish. O'sha bankka kirib, odamlarni yotqizib, tepib, urib, bank xodimlarini majburlab pulni olib ketish mumkin yoki ko'chada kimnidir to'xtatib, pistolet tirab, telefonini, pulini olib qo'yishi mumkin. Shuni robbery deyiladi va bu ishni qiluvchi robber deb aytiladi. The cafe was closed after the robbery. Talonchilikdan keyin kafe berkildi. The robber took all the money from the cafe. Talonchi kafedan hamma pullarni olib chiqib ketdi. Mana bu yerda videoni ko'rishimiz mumkin. Videoda mana shu kirib turib pistolet o'qtalib kafedan shu pulni olib chiqib ketgan videosi bor. Despite a gun aimed right at him, cashier and soon-to-be fast food legend Tucker Murray shows absolutely no fear, even with a gun inches from his head. After dutifully emptying the register, Murray even offers the stick-up artist the cash drawer with the same dead-behind-the-eyes look of a man who's real. Keyingi so'zimiz burglary. Uy buzib kirish degani. Uyni qulfni buzib, eshiklar yoki shunga o'xshagan narsalar buzib kirish. Shu ishni qiluvchini burglar deymiz. Ya'ni qulf buzar o'g'ri desak bo'ladi o'zbek tilida. Misol bersak, burglary often happens at night. Qulf buzarlik, ya'ni uyni buzib kirish jinoyati kechqurun sodir bo'ladi tez-tez odatda. Keyingi so'zimiz the burglar broke a window to get inside. Ya'ni qulf buzar o'g'ri ichkariga kirish uchun oynani sindirdi. Albatta ham videoda ko'rishimiz mumkin. 3 kishi kelib oynani sindirib ichkariga kirayotganini. Xuddi mana shu ishda burglary deymiz. Keyingi so'zimiz murder, qotillik va qotillikni bajaradigan odamni biz murderer deymiz. Misol gapimiz murder is one of the most serious crimes. Qotillik eng ya'ni serious degani jiddiy. Qotillik
jiddiy jinoyatlardan biri. Keyingi misol, the murderer confessed to his crime. Qotil o'zini jinoyatini bo'yniga oldi, tan oldi. Confess degani tan olish. Keyingi so'zimiz assault, tajovuz qilish, tashlanmoq. Kimnidir misol so'kish ham assaultga kiradi. Kimnidir haqorat qilish, kimnidir itarib yuborish yoki shunga o'xshagan ishlar, urish, so'kish, hammasi bular assault hisoblanadi. Misol gapimiz, he was injured during the assault. O'sha tajovuz vaqtida, kimdir unga tashlangan vaqtida jarohat oldi. An elderly man was assaulted and robbed. Qari kishi tajovuzga uchradi, kimdir tomonidan tashlandi va narsalari talon-taroj bo'ldi, olib ketishdi. Misol uchun mana shu videoda ko'rishimiz mumkin. Bu ham assaultga kiradi. Kimnidir urib, turtib, mana shunaqa ishlarni qilish ham bu ham assault hisoblanadi. Navbatdagi so'zimiz assassinate, suiqasd. Suiqasdni bajaradigan kishini assassin deymiz. Ya'ni yollangan qotil deyishimiz ham mumkin. Misol uchun prezidentlar, katta mansabdagi shaxslar, shunga o'xshagan odamlarni o'ldirish uchun ataylab yollangan kishilar assassin deyiladi. Suiqasd ishi bo'lsa assassination desa bo'ladi. Misol uchun uzoqdan turib snayperdan, boshqadan otib yo'q qilishga harakat qilish yoki boshqacha yo'llari bilan. Misol gapimiz, there was an attempt to assassinate the queen. Qirolichani o'ldirishga harakat bo'lgan, ya'ni suiqasd qilish harakati bo'lgan. The president was protected from the assassin. Prezident suiqasddan himoya qilindi. Bu videoda ko'rishimiz mumkin o'sha Donald Trumpga nisbatan suiqasd uyushtirilgani. Endi nima bo'lganda ham kimlardir o'zlari uyushtirgan deydi, ba'zilar haqiqatda bo'lgan deydi, nima bo'lganda ham mana shu holat suiqasdga tushadi. Suiqasdga tushirsak bo'ladi. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that's sad, take a look at what happened. Hop, bu videomizni birinchi qismi hisoblanadi. Boshqa qismlari ham bor, hali hammasi bas va 2 yoki 3 qismi bo'ladi hali bu videoni. Shuning uchun bu so'zlarni ko'rib, yozib, yodlab oling. Keyingilariga alohida video rasmlari ham bo'ladi, xuddi shunga o'xshab.